Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi haq suyar qarindoshlar. Men bugun Xitoy kommunist kafirlariniki Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarga qilayotgan zulmlarini va shundaqla ularning qatorida meningki qarindoshlarimga qilayotgan haqsiz zulmlarini ustidan guvohlik bermoqchiman. Men Abdumajid Abdushukur, G'o'lji shahridan 2014-yili 8-oyda Turkiyaga keldim. Ve 2016 yıla kadar ailemdekiler bilen gaplashib, so'zlashib ahvollarni bilib turib 2016 yılı 11 oylardan tortib ta bugunga qadar ularniki hech qanday izderikini olamadik. Ta bugungacha ular bilan hech qanday aloqani qilamadik. Chunki ularga aloqalasak, ularni Xitoy hukumat tarafidan tutib ketilib jazo lagerlarga va kamplarga solayotganligi aniq bo'lganligi uchun ular bilan hech qanday aloqa qilamadik. Bu meningki adam Marhaba Abdushukur oldu. Bu hozir 53 yoshda. 2016 yili Xitoy hukumati tarafidan sayohat ömrü bilan Turkiyaga o'zlari olib kelgan. O'zlari akilib 15 kunlik sayohatni tamomlab uyga qaytib ketgandan keyin 2017 yili 11-oyda bular Türkiye'ye beripsen deb kızı bilen ikisi Nigara Abdushukur, kızı 24 yaş bu yıl, kızı bilen ikisi 2017 yılı 11. ayda tutup ketilip ta hazırgacha koyup bermesden 19 yıllık qamoq cezası hüküm kılıp etken. Men bularniki 19 yıllık qamoq cezasıga hüküm kılıp etkidek hiç qanday bir günahıniki yo'qligini ve bularniki nima uchun 19 yillik qamoq jazosiga hukm qilganligini Xitoy kommunistlarininki bizga isbotlab berishini, bularniki nima jazo, nima gunohi borligini bizga deb berishini ve bularniki boshqa hech qanday gunohi bo'lmagandan qo'yib berishini talab qilaman. Va oxirida butun dunyodagi barliq Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ve haq suyar insonlar ve başka bütün Müslüman devletlerindeki Şarkı Türkistan'daki Uygur Müslümanlarga ve Uygurlarga yardım kılıp bu Xitoyniki kamplarını taqitib, Xitoyning zulmidan bizni bir tezroq qutulib ketishimizga yordam qilishini so'rayman.